Korrupsiyaga qarshi kurashishda eng katta mas'uliyat huquqni muhofaza qiluvchi organlar zimmasiga yuklanadi. Shu bilan birga ushbu sohada faoliyat yuritayotganlarning o'z xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishlariga ham yo'l qo'yib bo'lmaydi. Ammo sholi kurmaksiz bo'lmaganidek sharafli kasbga nomunosiblar ham uchrab turadi. Jumladan, Davlat xavfsizlik xizmatining Navoiy viloyati bo'yicha boshqarmasi va Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Samarqand shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi profilaktika inspektorining noqonuniy harakati fosh etildi. O'ng qo'llarining ko'zish barmog'i va bosh barmoqlarida yashil tusli hamroh qiling. Bunga mana. Pullar qayerda turibdi aka? Bardashoyda. Inspektor mansabdor tanishlari orqali sobiq ichki ishlar xodimining tizimga qayta ishga tiklanishida yordam berish evaziga 7000 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Pul oling. Bitta sanovdan o'tkazing birinchi. Pulmi yo'q? Boshqa pullar. 5 70 ta. Bir bayonnoma bilan bir solishtirib ko'raylik. MY 540 30 92 6B. Mana ko'ring. Qora 2026 yozilgan. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 va 211-moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu kabi holat Namangan viloyatida ham qayd etildi. Jumladan, Chust tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori 1994-yilda tug'ilgan fuqaroga nisbatan kelib tushgan arizani ko'rmasdan qoldirganligini ro'kach qilib, undan 2000 AQSh dollari talab qilgan va joriy yilning fevral oyida 700 dollar olgan. Inspektor o'zining noqonuniy harakatini davom ettirib, fuqarodan qolgan 1300 dollarni hamda kelgusida unga o'zbek-qirg'iz davlat chegarasi orqali chorva mollarini noqonuniy olib o'tishida rahnamolik qilishi evaziga 2000 dollar, jami 3300 AQSh dollari so'ragan. Davlat xavfsizlik xizmati Bosh prokuratura huzuridagi departament va Ichki ishlar vazirligining shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda u mazkur pul mablag'ini olgan vaqtida ushlandi. Hozirda profilaktika inspektoriga nisbatan Jinoyat kodeksining 165 va 168-moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 15-20 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.